Kredit shartnomalarini rasmiylashtirganda kafil bo'lishda ehtiyot bo'ling. Bugungi kunda barcha kredit shartnomalari rasmiylashtirilganda ushbu kredit to'lovlarini amalga oshirish uchun majburiyatni ta'minlash usullari mavjud. Bulardan bugungi kunda eng ko'p ishlatiladigani bu garov va kafillikdir. Bunda kafilga qo'yiladigan asosiy talablar yetarli ish haqqiga ega bo'lishi, voyaga yetgan bo'lishi va muomala layoqatiga ega bo'lgan bo'lishi kerak bo'ladi. Kafil o'zi kim? Kafil boshqa biron bir shaxsni o'ziga yuklatilgan majburiyatni to'la yoki qisman bajarishini, uning kreditorlari oldida javob berishni o'z zimmasiga oladi. Ya'niki biron bir shaxs qarz majburiyati bo'yicha shartnoma tuzdi. Bunda kafil bo'lib 3-shaxsni tanladi. Ushbu holatda kafil bo'lgan shaxs o'sha qarz majburiyatini bajarishni ham o'z zimmasiga olgan hisoblanadi. Kafil qonun bo'yicha subsidiar yoki solidar javobgar bo'ladi. Kafillik shartnomasini tuzadigan vaqtda mana shu holatga e'tibor berish kerak. Ya'ni bu ikki xil tushuncha kafilning javobgarlik masalasini hal etadi. Solidar javobgarlik bu qarzdor bilan birgalikda kafilning ham bir vaqtda javob berishi. Ya'niki kreditor, ya'ni bank kredit mablag'larini qoplashni bir vaqtning o'zida ham qarzdordan ham kafildan so'rashi mumkin. Bu solidar javobgarlik hisoblanadi. Subsidiar javobgarlik esa agar qarzdordan ushbu qarz mablag'larini undirishning imkoni bo'lmagan taqdirda keyingina kafilga murojaat qilishi mumkin. Agar siz kredit shartnomasi bo'yicha kafil bo'ladigan bo'lsangiz, quyidagi salbiy oqibatlarga duch kelishingiz mumkin. Birinchidan, kredit mablag'larini olgan haqiqiy qarzdor ushbu mablag'larni to'lay olmagan taqdirda kafil ushbu qarzdorlikni o'zining shaxsiy mablag'laridan to'laydi. Ikkinchidan, qarzdor va kafil tomonidan to'lanishi lozim bo'lgan kredit qarzdorligi kechiktirilgan taqdirda bu nafaqat qarzdorning, balki kafilning ham kredit tarixini yomonlashiga sabab bo'ladi. Bu esa ba'zida uning kredit qarzdorligi mavjud yoki kredit qarzdorligini kechiktirib to'laydi degan ma'lumotlarni saqlanishiga sabab bo'ladi. Uchinchidan, mazkur qarzdorliklarni kechiktirilish natijasida kafilning kredit tarixi yomonlashishi sababli u kelgusida banklarga kredit olish bo'yicha murojaat qilganda uning imkoniyatlarini pasaytiradi. Ya'niki kredit olish summasini, unga beriladigan imtiyozlarning kamayishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, kafil o'zi xohlamagan tarzda turli xil protsesslarga jalb qilinishi mumkin, ya'ni javobgar sifatida. Sudga, majburiy ijro byurosiga, bankka u javobgar sifatida taklif qilinadi va qarzdor bilan birgalikda javob berishiga to'g'ri keladi.